Java dasturlash tilida amallar ustunligi. Bizlar asosiy amallarni ko'rib o'tdik. Masalan, matematika darsini o'rganayotganimizda boshlang'ich sinflarda bizga o'rgatilgan har bitta amalning bajarilish ustunligi mavjud. Masalan, birinchi navbatda ko'paytirish yoki bo'lish bajariladi. Undan keyin qo'shish, ayirish kabi qoidalar mavjud edi. Xuddi shunday Java dasturlash tilida va boshqa dasturlash tillarida ham bu qonun mavjud. Har bitta amalning ustunligi tushunchasi. Ya'ni birinchi ustunlik bizda postfix amallar, ya'ni postfix increment yoki postfix dekrementlardan foydalanish mumkin. Keyingi ustunlik prefixlar, ishoralar yoki bitli yoki amallar, ya'ni mantiqiy amal bajariladi. Bu ikkinchi ustunlik. Uchinchi ustunlik bu ko'paytirish, bo'lish, qoldiqli bo'lish. To'rtinchi ustunlik bu qo'shish, ayirish. Beshinchi ustunlik silli tishlar. Oltinchi ustunlik bu taqqoslash amallari. Taqqoslash amallarining mana katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, instance of bu tushuncha keyinchalik ko'rib o'tiladi. Amallar bo'lsa, undan keyingilar bu teng va teng emas. Keyingi ustunlik bizda bitli va amali, xor amali yoki amallari, bu bitli amallar. Undan keyin mantiqiy amallar, bu mantiqiy va mantiqiy yoki bu ternar amal. Keyingi darslarda ko'ramiz. Va oxirgi ustunlik bu 14-chi ustunlik, bu ta'minlash bilan bog'liq. Ta'minlash va uning kombinatsiyalari, qo'shish ta'minlashma, ayirish ta'minlashma va hokazo ko'rinishlari keyingi ustunlikka ega. Bu ustunliklar nimani anglatadi? Birinchi navbatda o'sha amallar kelganda ular bajariladi. Undan keyin keyingi amallar bajariladi. Ya'ni ustunlikka qarab amallarimiz bajariladi.